Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Aymet Team biokimyo kursi va bugungi mavzuyimiz bilirubin metabolizmi. Videoni ko'rishdan oldin bizni Instagram, YouTube hamda Telegram sahifalarimizga obuna bo'ling. Do'stlar, bugun bilirubin metabolizmi birinchi qismini gaplashamiz va keyingi darsimizda yana demak kasalliklari bor. O'sha kasalliklar haqida gaplashib o'tamiz. Bugun esa biz sizlar bilan bilirubin haqida umumiy tushunchalar, gen parchalansa nima bo'ladi va gen parchalanib bilirubingacha qanaqa jarayonlar kechadi. Bilirubinni organizmdagi sarguzashti qanday bo'ladi? Shu haqida demak gaplashamiz. Umumiy tushunchalar. Demak, bilirubin bilasizlar, bu bizda sariq pigment. Bilirubin nima ekan? Sariq pigment va u o't pigmenti. Ya'ni bizda o'timiz tarkibida, ya'ni o'sha o't tarkibida nima bor edi? Bilirubin bor edi. Xo'p. Demak, bizda sariq o't pigmenti ekan. Xo'p, endi bizda shunday tushuncha bor, ya'ni bog'langan hamda bog'lanmagan bilirubin bor. Xo'p, bu nima degani? Bog'lanmagan bilirubin o'sha biz bilgan bilirubin. Ya'ni masalan gen parchalanadi, bilasizlar, gen parchalansa bilirubingacha aylanadi, to'g'rimi? Bilirubingacha aylanadi. Endi bilirubin borib, demak, jigarda metabolizmga uchrashi kerak bo'ladi. Metabolizmga uchraydi-da, bunga bir qo'shimcha qo'shiladi. Bu qo'shimchani qo'shilgandan keyin uni biz nima deymiz? Uni keyin biz bog'langan bilirubin deymiz. Nima ekan? Uni keyin biz bog'langan deymiz. Tushundingmi? Demak, gen parchalanadi bilirubingacha va bilirubin, demak, bog'lanmagan bilirubin deymiz. Mana shuni, ya'ni u hali jigarga borib metabolizm bo'lmagan bilirubinni biz bog'lanmagan deymiz va jigarga borib metabolizm bo'lib mana buni biriktirib olgandan keyin bog'langan deymiz. U bog'langan bilirubin asosan demak nima qiladi? Aynan o't tarkibiga kirib ketadi. O't tarkibida demak keyinchalik demak ichaklarga tushib ketadi. Tushunarli-a? Demak, bog'lanmagan bilirubin bor ekan bizda organizmda hamda demak bog'langan bilirubin bor ekan. Tushunarli-a? Endi farqlari nimada? Misol uchun bog'lanmagan bilirubin aytayapti, bu konjugatsiyalanmagan, ya'ni ishtima narsa birikmagan unga, qo'shimchasi yo'q. Lekin mana bu bog'langanda esa qo'shimchaning nomi nima ekan? Mana bu qo'shimchaning nomi glyukuron kislotasi bilan bog'langan deymiz. Tushundingmi? Ya'ni to'liq aytadigan bo'lsak, bilirubin diglyukuronit hisoblanadi. Tushundingmi? Ya'ni ikkita glyukuron kislota bilirubinga birikadi jigarga va bilirubin diglyukuronit hosil bo'ladi. Tushundingmi? Va mana bu narsasiga ham e'tibor beringlar. Bu patologiyasini tushunishimizda juda ham yordam beradi. Bog'lanmagan bilirubin suvda erimaydi. U lipofil hisoblanadi. Lipofil. Endi lipofil bo'lgandan keyin nima qiladi? Bemalol mana bu membrana desak, membranadan bemalol hech qanaqa transportersiz nima qiladi? Surilib ketaveradi. Yoki qonga tushgandan keyin bu bilirubin nima qiladi? Bilirubin qondan o'tib qaysidir boshqa to'qimalarga borib qolishi ham mumkin. Misol uchun to'g'ri jigarga bormasdan nima qilish mumkin? Boshqa to'qimalarga o'tib ketib qolishi ham mumkin ekan. Shuni esda tutinglar. Tushundingmi? Endi bog'lanmagan bilirubin bor. Bu suvda eriydi. Mabodo bu qonga tushib qolsa ham bu qon qayerga uni olib ketsa, o'sha yerga ketaveradi. O'zicha boshqa to'qimalarga nima qila olmaydi? O'tib keta olmaydi. Tushundingmi? Endi normada bizda bilirubin qancha bo'ladi? Normada umumiy bilirubin degan narsa bor. Umumiy bilirubin mana shu bog'langan hamda bog'lanmaganni qo'shib hisoblasa necha chiqadi? 8,5-20,5 mikромol na litr. Bu kattalarda. Kattalarda shunaqa bo'lar ekan. 8,5-20,5 mikромol na litr. Endi bog'langan bilirubin har doim kam yuradi, eslab qolinglar. 0 yoki 5,1 bo'lar ekan. 0 yoki necha? Yoki 5,1 mikромol na litr bo'lar ekan. Va bog'lanmagan bilirubinchi? Bog'lanmagan bilirubin 16,5 mikромol litrgacha demak norma hisoblanadi. Normal holatda shunaqa bo'ladi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bizda umumiy bilirubin, ya'ni butun bilirubinda organizmdagi o'sha qondagi butun bilirubinda 100% desak, o'sha 100% dan 25% qondagi 25% normada bu bog'langan bilirubin bo'lyapti. Bog'langan bilirubin 75% esa bu bog'lanmagan bilirubin bo'lyapti. Tushundingmi? Tushundingmi? Agar hisoblab ko'rsanglar, mana foizga maksimum darajalarni foizga qo'yib ko'ringlar. 5,1 da 20,5 ga yoki 16,5 da 20,5 ga bo'lsanglar, mana bunda 25, mana bunda esa 75 chiqadi. Tushundingmi?
Demak, normada shunaqa pokazatellari bor. Xo'p, endi nepryamoy va pryamoy bilirubin nima farqlari bor? Mana, nepryamoy bu bog'lanmagan bilirubin, nepryamoy bilirubin va pryamoy bilirubin bu bog'langan bilirubin. Tushundingmi? Ruschada shunaqa deyiladi. Pryamoy, nepryamoy deydi. Yoki boshqa adabiyotlarda yoki boshqa analizlarda lekin ruscha ko'proq shunaqa keladi. Mabodo ko'rib olishingiz mumkin inglizcha nimalarda unconjugated. Bu esa conjugated bilirubin hisoblanadi. Tushundingmi? Tushundi, ya. Demak, endi buni farqlarini qaranglar. Buni xususiyatlari, farqlari bor. Demak, nepryamoy bilirubin bu toksik ekan. Bizda organizmga bu toksik ekan. Tushundingmi? Unconjugated bilirubin. Va pryamoy bilirubin bu ne toksik. Ya'ni bir hujayraga pryamoy mana bu bog'lanmagan bilirubinni qo'yib qo'ysak va ikkinchisiga bog'langan bilirubinni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, mana bu toksik ta'sir qilar ekan, bu esa toksik emas ekan. Tushundingmi? Endi shuni bilgan holatda organizm nima qiladi? Nepryamoy bilirubin nimadan hosil bo'layotganda? Gemdan hosil bo'lib, u qonga chiqib ketayotgandi, to'g'rimi? Ya'ni bog'lanmagan bilirubin. Qonga sirazu chiqdimi, qonda uni kim kutib oladi? Qonda uni oqsil kutib oladi. Mana bu oqsil nima qiladi? Bilirubinni o'ziga biriktirib oladi. Nimaga? O'ziga biriktirib olishdan sabab bu bilirubinimiz boshqa to'qimalarga o'tib ketib, mana bu hujayralarga o'tib ketib olib, hujayrani nobud qilishini oldini olish uchun. Ya'ni bu nima ekan? Bu qaysi oqsil? Bizda supermenim qaysi oqsilimiz desak, bu albumin. Albumin bu. Tushundingmi? Albumin nima qilar ekan? Albumin bog'lanmagan bilirubinni o'ziga biriktirib oladi. O'ziga biriktirgandan keyin, demak, uni jigarga olib borib tashlaydi. Tushundingmi? Jigarda keyin u metabolizmga uchraydi va bog'langan bilirubin hosil bo'ladi. Bo'ldi. Tushundingmi? Demak, normadagi nimalarni aytib o'tdik o'sha. Hop, endi mana albumin bilan birikkan deyapti va shuning uchun albumin bilan birikkan holatda gematensifaliy baryerdan o'ta olmaydi. Do'stlar, eslab qolinglar, bilirubin juda ham konsentratsiyasi oshib ketsa, bilirubinning konsentratsiyasi aynan bog'lanmagan bilirubinning konsentratsiyasi oshib ketsa qonda, bu miyaga, birinchi o'rinda miyaga ta'sir qilib, miyani demak yomon ta'sir qiladi miyaga. Shuning uchun bu yerda alohida aytib ketyaptiki, gematensifaliy baryerdan o'ta olmaydi deyapti. Agar bu qachon o'ta olmaydi? Agar albumin bilan birikkan holatda bo'lsa, agar albuminda mana shu holatda u nima qila olmaydi ekan? Mana shu holatda u miyaga o'ta olmaydi. Lekin o'zi bo'lsa, u bemalol miyaga o'tib keta oladi. Tushundingmi? O'zi bo'lsa, demak nima qiladi? Miyaga o'tib keta oladi. Va demak, glukuron kislota bilan bog'lanmagan deyapti. Hop, normada demak bizdagi o'sha bog'langan bilirubinimiz qonga chiqmaydi deyapti-da va demak qayerga chiqib ketadi? O'tga kirib ketadi deyapti. Ya'ni mana bu demak bog'lanmagan bilirubin jigar hujayralariga keldi. Mana bu gepatitga keldi. Unga endi o'sha glukuron kislotani biriktirishdi. Endi u bog'langan bilirubinga aylandi. Bog'langan bilirubin qayta mana bu qonga o'tib ketmas ekanda, u qayerga o'tib ketar ekan? U endi o'tib ketar ekan bizda aynan o't tarkibiga o'tib ketar ekan. Mana bog'langan bilirubin to'g'ri o't tarkibiga o'tib ketadi. Ba'zi hollatlarda bog'langan bilirubin ham qonga tushib olishi mumkin. Shuning uchun ham analizda ko'rgan bo'lsanglar, mana e'tibor beringlar, analizda mana bog'langan bilirubin yo bo'lmasligi mumkin 0 deyapti, yoki bo'lsa ham 5.1 gacha bo'lishi kerak deyapti. Tushundingmi? Tushundingmi? Demak, keyingisi mana rastvarim jirah, ya'ni lipidlarda eriydi deyapti va markaziy nerv sistemaga toksik ta'sir qiladi. Mana bu bog'lanmagan bilirubin. Tushundingmi? Bu esa suvda eriydi deyapti va проходит через почечный filtr. Faqat qayerdan o'tar ekan? Glomerular filtrdan o'tib ketar ekan, xolos. Tushundingmi? Glomerular filtrdan o'tib ketar ekan, xolos. Lekin bunaqa gematensifaliy baryerdan o'ta olmaydi. Hop, va bu suvda erimaydi va bu aynan glomerular filtrdan o'tmaydi deyapti. Ya'ni sidik bilan bog'lanmagan bilirubin chiqib ketmaydi deyapti. Tushundingmi? Bog'lanmagan bilirubin chiqib ketmaydi. Sababi nima desa, mabodo filtr bo'lsa ham
Mabodo mana bu demak glomerlar ko'proq bo'lsa va mana bu bizda o'sha proksimal demak va distal umuman kanalchalar bo'lsa, nefronda qismlari bo'lsa, bog'langan bilirubin tushgandan keyin u yana srazu so'rilib oladi. Ya'ni reabsorpsiya bo'lib oladi srazu. Sababi bu nima bu? Bu lipofil. Bu bemalol 100% reabsorpsiya bo'lib keta oladi. Shuning uchun ham sidikda sidik tarkibida bog'lanmagan bilirubin emas, mabodo topishingiz mumkin, bog'langan bilirubin topishingiz mumkin mabodo. Agar qon bilan chiqib ketib qolgan bo'lsa. Tushundingmi? Demak, farqlari shu. Bog'langan va bog'lanmagan bilirubinlarda. Hop, bu yerda o'sha demak sizlarga normalar keltirilyapti. Tug'ilgandan to 3 haftagacha demak umumiy bilirubin 23.1 deyapti va 4-kundan 30-kungacha tug'ilgandan 1-kundan 3-kungacha demoqchi edik va 4-kundan 30-kungacha 90.1 va hokazolar bor. Nimaga endi mana bu yer kelganda oshyapti, keyin normal holatga kelib qolyapti. Buni xudo xolasa sizlarga aynan neonatal sariqlik degan mavzuyimiz bor. O'sha mavzuyni tushuntirib ketamiz. Va mana boshqa pokazatellarni ko'ringlar. Va e'tibor bersanglar, bizda o'sha nepryamoy bilirubin, ya'ni bog'lanmagan bilirubin har doim nima qilyapti? 75% ni tashkil qilyapti. Bu esa har doim 25% ni tashkil qilyapti. Ya'ni eslab qolinglar, 3 ga 1 nisbatda ekan ikkalasi qonda. Gem parchalanishi va bilirubin sintezi. Endi bilirubinda sintezi qanday bo'lyapti? Bizda mana bu qizil qon tanachalari asosan mana shu qizil qon tanachalaridan olgan uchun qizil qon tanachalari deb aytib ketyapmiz. U zararlansa, u umuman masalan 120 kun yashab bo'ldi, qarib o'sha o'lishi kerak bo'lyapti. O'lgandan keyin gemoglobin chiqadi, gemoliz bo'ladi, to'g'rimi? Nima bo'ldi? Gemoliz bo'ldi va gemoglobin chiqdi. Gemoglobinda endi makrofaglar oladida, asosan bizda qayerda parchalanadi? Eritrotsitlar bu splenda parchalandi. Hozir bu qayerda bo'layotgan jarayon ekan? Bu hozir bizda taloqda bo'layotgan jarayonda aytyapmiz. Taloqda qayerda? Makrofaglarda demak gemoglobin parchalanyapti, gem hamda globinga parchalanadi. Gem parchalangandan keyin gem nima bo'ladi? Gem endi bizda oksigenaza fermenti yordamida nima qilar ekan? Bilirubinga aylanar ekan. Va bu yerda gemdan temir chiqib ketadi. Temir yana qonga tushib, qonda yana o'sha demak gemoglobin hosil qilishda birinchi bo'lib gem hosil qiladi, gem hosil qilib va plus globinni qo'shiladi. Qayerda bu? Bu o'sha eritropoetin hujayralarida deyapmiz. Va yana o'sha gemoglobinni hosil qilish uchun ketar ekan. Endi bizda biliverdin hosil bo'lyapti. Gem oksigenaza fermenti yordamida biliverdin hosil qildi va biliverdin keyin biliverdin reduktaza fermenti yordamida bilirubin hosil qilyapti. Bo'ldi. Demak, oraliq mahsulotlarga ham e'tibor beringlar. Mana. Oxiri mana bilirubin nima bu? Bu makrofagda hosil bo'lgan. Bu hali bog'lanmagan bilirubin, to'g'rimi? Bu hali bog'lanmagan bilirubin. Eslab qolinglar. Va endi bizda biliverdin bu yashil pigment hisoblanadi. Bilirubin esa, ya'ni bog'lanmagan bilirubin bu sariq pigment ekan. Tushundingmi? Hop, buni qayerdan bilamiz? Hop, misol uchun sariqlik bo'lganda bilirubin ortib ketadi va bilasizlar, umuman sariq rangni beradi. Buni bilamiz, lekin biliverdin yashilligini qayerdan bilamiz? Hop, mana bunga e'tibor beringlar. Bu yerda sizlarga aynan biror kishi demak qo'lingizga qattiq ursa, nima bo'ladi? Ko'karadi. Yoki ko'p holatlarda yuzda ko'karishlar bo'ladi. Kimdir ursa, bir-birini, misol uchun UFC'da urushib ko'karishlar ko'rasizlar. O'shanda ko'karishlarga e'tibor bersanglar, birinchi nima bo'ladi? Qizargan bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni birinchi qizargan bo'ladi va u keyin vaqt o'tadi, ya'ni birinchi, ikkinchi kunlarda ko'karishlar nimaga aylanadi? Ko'karishlar demak bizda mana bunaqa tusga aylanib qoladi. Xo'p, va vaqt o'tadi. Mana bu yerda hozir nima bo'ldi? Mana bu yerda hozir gemoliz bo'lyapti. Mana shu 1-2 kun ichida hozir gemoglobinlar nima qilyapti? Parchalanyapti. Mana gemoglobin chiqqan, qizargan, ko'karyapti va gemoglobin parchalanyapti, gemoglobinlar parchalanyapti-da. Mana bu qachon ko'karadi desak, qachon ko'karadi umuman desak, qachonki mana bu o'sha to'qimaga, o'sha teri ostiga nima o'tsa, aynan o'sha joyga eritrotsit o'tib ketsa, eritrotsit tushgandan keyin eritrotsit gemoglobingacha gemoliz bo'ladi, chunki eritrotsitga bu teridagi muhit,
teri ostidagi umuman qondan tashqaridagi muhit eritatsga to'g'ri muhit emas, o'lib ketadi u. Shuning uchun bu yerga tushgandan keyin o'lyapti. Gemoglobin bu yerda hozir parchalandi. Gemoglobin parchalanib, keyin mana bu hozir gemoglobinlar chiqyapti deylik. Hozir gemoglobinlar chiqyapti. Ko'p gemoglobin bor bu yerda. Endi bu yerga demak kimlar keladi? Makrofaglar kelib gemoglobinni parchalab tashlashadi. Ya'ni gemgacha biliverdingacha parchalaydi. Mana biliverdingacha parchalaydi. Va e'tibor bersanglar, bu yashil pigment. Mana. Ya'ni ko'karish sohasi, mana ko'karish sohasi 3-4, 5, 5-10 kun ichida mana shunday holatda turadi. Tushundingmi? 5-10 kun ichida mana shunday holatda yuradi. Va keyin sarg'ayadi. Mana. Ya'ni birinchi biliverdin bo'ldi va bilirubinga aylandi. Mana sarg'aydi. Hop, buni живой primerda ko'ramiz. Mana demak, bu yerda ko'ryapsizlar, qon quyilgan mana shu sohalarda hozir qon quyilgan va qon quyilgach vaqt o'tyapti. Mana vaqt o'tyapti ekan. Vaqt o'tib nimalar bo'lyapti? Mana qon quyilgan, hozir eritatslar, mana уже parchalanyapti eritatslar va bu yerda уже gemoglobin chiqdi va gemoglobin parchalanyapti-da, ba'zi joylarda ko'rsanglar yashil. Endi bu ba'zi joylarni ko'rsak, demak yashil bo'ladi aslida. O'sha yer yashil bo'lgan sohalar biliverdin hosil bo'lgan va mana bu sarg'aygan joylarda уже biliverdin parchalanib bilirubin hosil bo'lyapti. Tushundingmi? Bilirubin hosil bo'lyapti. Mana sarg'aygan joy. Mana bilirubin hosil bo'lyapti hali. Mana bilirubin. Demak, bilirubinlar hosil bo'lib, keyin u qanaqa bilirubin deganmiz? Bog'lanmagan bilirubin deganmiz, Uzr. Bog'lanmagan bilirubin deganmiz. Hop, bog'lanmagan. U nima qiladi? U qonga hozir so'rilyapti-da va vaqt o'tgach, e'tibor beringlar, vaqt o'tgach nima bo'ldi? Mana уже почти sariqlik yo'q. Mana bunday o'xshab sariqlik yo'q. Уже vaqt o'tgach, уже sariqlik yo'q. Gemoglobin parchalanib, biliverdin gemgacha, demak biliverdingacha va biliverdin demak bizda o'sha bilirubingacha parchalanib, bilirubin endi so'rilib ketdi mana bu joylarga kelib. Ba'zi joylarda mana qolib ketibdi. Tushundingmi? Demak, buni tushundik, o'sha ko'karishlarda o'sha biliverdin bilirubinga aylanishi bo'ladi. Bo'ldi. Endi umumiy qilib aytamiz. Bilirubinni organizmdagi sarguzashti qanday bo'lyapti? Demak, mana umumiy sarguzashti xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Birinchi bo'lib, demak, nima bo'ldi? Gemoglobin parchalandi va boshqa o'sha gem mahsulotlari ham parchalansa, bizda gem nima qiladi? Gem parchalanyapti bilirubingacha. Endi bilirubin, ya'ni bu bog'lanmagan, bog'lanmagan. Endi bilirubin qonda nima bilan yurar ekan? Qonda demak albumin bilan yurar ekan. Albumin bilan yuryapti. Bog'lanmagan bilirubin. Endi bu bilirubin nima qilyapti? Mana bu jigarga tushyapti-da, konjugatsiyalanyapti. Ya'ni bilirubinga aynan glukuronat, ya'ni glukuron kislota qo'shilyapti. Bilirubin monoglukuronid va bunga yana glukuron kislota qo'shilyapti. Bilirubin diglukuronid hosil bo'lyapti. Bo'ldi. Bu endi nima ekan? Bu bizda o'sha biz aytgan bog'langan yoki прямой deymiz. Bilirubin. Tushundingmi? Bu bog'langan ekan. Bu qayerga tushib ketadi? Bu bizda aynan jelchga, ya'ni o't tarkibiga kirib ketar ekan. O't tarkibiga kirib, xohlasa o'sha o't pufayida, yo xohlasa o'sha ichakka keyinchalik ovqat kelgan o't ketadi. Ovqat kelganda o't ketib, u hazm qilishda ishtirok etmaydi bu bilirubin diglukuronid va biz mana shu yerga kelgandan keyin yo'g'on ichakka keladi. Yo'g'on ichakka kelgandan keyin bizda o'sha bilirubin diglukuronid, glukurondaza degan ferment bor. Mana. Hop. Bilirubin diglukuronid. Demak, ichakka tushgandan keyin u mana shu yerda glukurondaza degan ferment bor ekan. Glukuronidaza degan ferment bor. Buni bakteriyalar ajratadi-da. Bakteriyalar nima qilar ekan? Glukurondazani ajratadi va bu yerda endi bog'lanmagan bilirubin hosil bo'lib qoladi va mana shu yerda e'tibor beringlar, bog'lanmagan bilirubinni ma'lum qismi yana qayta qonga so'rilib ketishi mumkin. Sababi u lipofil, ya'ni ko'p holatlarda 15% ekan. 15% so'riladi-da va qolgan 85% bilirubinni nimaga aylanadi? Aynan bakteriyalar ta'sirida nima bo'lyapti? Bakteriyalar ta'sirida u urobilinogenga aylanyapti. Urobilinogen bo'lyapti hali. Urobilinogenga aylanyapti ekan va urobilinogen ham demak ma'lum qismi 15% qayta qonga so'rilyapti
va urobilinganda o'sha qonga so'lgan qismi endi qayerga chiqib ketadi? Aynan buyrakka boradi. Urobilinagen buyrakka borgandan keyin endi mana shu yerda urobilinagen nimaga aylanadi? Aynan urobilinagen bo'lsa, urobilinga aylanadi. Urobilinga aylanadi. Aynan shu urobilin bo'lgani uchun ham bizda sidikda o'ziga yarasha rang beradi. Tushundingmi? Ya'ni sidikda o'sha salomena желтый, ya'ni sariq och sariq rangni beradi. Tushundingmi? Urobilin beryapti mana shu narsani. Nima ekan? Bilirubindan hosil bo'lgan urobilinagen qonga so'rilar ekan, buyrakka borar ekan, u yerda urobilinogen urobilinga aylanar ekanda va mana shu urobilin degan pigmentimiz, ya'ni bu pigment bizda shunaqa rang berar ekan. Va urobilinagenda qolgan 85%chi. Qolgan 85% bizda yo o'sha bakteriyalar ta'sirida anaerob bakteriyalar hisobiga sterkobilinagenga aylanadi va sterkobilinagen ham demak bizda sterkobilinga aylanadi. Mana shu yerda aytib ketay, genda mana urobilinga aylanishida kislorod va sterkobilinagenni sterkobilinga aylanishida ham kislorod ishtirok etyapti. Tushundingmi? Va parchalanmagan, masalan, ichaklarda sterkobilinagenga aylanmagan urobilinagenlar bo'lishi mumkin. Ular ham kislorod ta'sirida urobilinga aylanadi. Demak, bizda shunday qilib mana bu sterkobilin, urobilinlar qayerga chiqib ketar ekan? Bular ikkalasi ham aynan demak nimaga chiqib ketadi? Kal bilan chiqib ketadi. Ya'ni najas bilan chiqib ketib, najasga o'ziga xos rangni beradi. Rangini ham e'tibor bersanglar mana. Hop, tushunarli. Ya'ni bizda mana shu sidikka hamda najasga rangni berayotgan narsa nima ekan? Bilirubin ekan. Tushundingmi? Bo'ldi. Sal oddiyroq qilib tushuntirganda, demak mana shunaqa mana shu sxemada yozib olsanglar ham bo'ladi. Juda qulay qilib yozilgan. Lekin ba'zi joylarni baribir tashlab ketilgan. Podrobni mana shu yerda yaxshi tushuntirilgan ekan. Mana shu rasmda. Hop, demak bu bilirubinni sarguzasht deydi. Hop, menimcha hech nima qolmadi. Do'stlar, bugunchalik shu edi. Qandaydir xato yoki kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Barcha rahmat. Salomat bo'linglar.